Xo'sh, bugun biroz noodatiy bo'lgan mavzuda, ya'ni, aaa, ish faoliyatim davomida yuz bergan bir muammolardan birini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni qanaqa qilib muammo yechilgani. Judayam oddiy bo'lsa-da, bu qiziqarli hikoya deb o'ylayman. Ya'ni bir kuni DevOps aytdi, men tuzatishga harakat qilib ko'rdim, lekin nimagadir memory judayam ko'p ketyapti va sayt o'chib qolyapti. Nimaga sayt o'chyapti? Bilmadim, loadni ko'tara olmayapti, memory judayam ko'p ishlatyapti. Okey, men qaradim, rostdan ham memory ko'p ishlatyapti. CPU larni tekshirdim, memory ko'rsatkichlarini tekshirdim grafana orqali va rostdan ham server judayam ko'p ishlayapti. Va serverda nimadir og'irlik bor, ya'ni judayam katta narsa bor. Lekin shu narsani topa olmayapmiz. O'z-o'zidan paydo bo'ldi. Lekin mendan oldin rosa harakat qilib ko'rgan ekan, lekin bo'lmagan ekan shekilli. Keyin menga aytishdi, keyin qidirdim, qarasam chiqmayapti. Va o'sha paytlar men caching system management, ya'ni polni cache bilan ishlashini, ya'ni tezroq ishlash uchun feature ni chiqargandim. Ya'niki o'sha aytganman, qanaqa tasklar qilish kerak, boshqa qildirib oxiri ana shu taskga feature ni yetkazib men chiqarib bergandim va undan keyin ozgina o'zgarish bo'lgan edi. Va men kodlarni reviewda xato qildimmi yoki qayerda xato qildimmi shuni qidirdim. Topa olmadim. Keyin orqaga qaytardim caching management systemni. Adashmasam 1 oy bo'lgan, 1 hafta bo'lganda chiqqaniga. Qaytardim, lekin orqaga qaytmayapti. Men ko'proq narsalarni qaytarib ko'rdim, lekin orqaga qaytmayapti. Hayron bo'ldim, nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bunaqa narsa chiqmayapti? Qayerdan o'z-o'zidan kelib qoldi. Ya'ni caching systemdan bo'lmasa degan muammo bo'ldi. Keyin tanishlardan yordam so'radim. Bunaqa sizlarda bo'lmaganmi shunaqa narsa yoki qanaqadir library bo'yicha muammo chiqdimikan? Menga aytishdiki, library bo'yicha muammo chiqqan bo'lishi mumkin, chunki bizda bir proyektimiz bor edi. Unga library ishlatgandik va u library oxiri ichida piratskiy kechasi o'zi ishlayveradigan nima desa bo'ladi, mining qilib tashlaydigan funksiyasi bor ekan. Biz ishonchli bo'lmagan o'rnatgan ekanmiz-da. So'ng men hammasini qarab chiqdim. Qanaqa librarylar ishlatganmiz, boshqa yo'q, ularning ichidan bo'lmadi. Qanaqadir libraryga update kelgan bo'lsa, men update qilib yuborgan bo'lsam, balki shundan piratskiy narsa o'tib qoldimikan degan narsa bo'lgandi. Unaqa bo'lmadi. Taxminan 3-4 kun qaradim bunga, vaqtlarim ketdi. Keyin bo'lmagandan keyin ko'proq memory olaylik dedim. Ya'ni memoryni oshirib ko'raylik, balki qaysidir memory to'xtar. Va memoryni oshirdik, bo'lmadi va undan keyin tezkor yechim sifatida men aytdimki, memory qanchadir vaqtga ketganida konteyner update berib yuborsin o'ziga va load balancer uni boshqaga yo'naltiradi dedim va DevOps shu ishni qilib qo'ydi. Ya'ni memory to'lishiga yaqin limitga yetganida u konteynerni o'chiradi va boshqa tilab run qiladi. U vaqtda boshqa konteynerlar ishlab turgani hisobiga load balancer boshqalarga olib ketaveradi. Kelyapti, misol uchun 7 ta 8 ta konteyner turibdi, ulardan bittasi o'chgan bo'lsa, nima bo'pti? Qolgan 7 tasi bor. Har holda hozircha bor bo'lgan. So'ng u ishladi. Memoryni ham 32 gigabaytga, nodelarni ham oshirdik. Shunaqa CPU ni korlarini oshirdik. Qimmatroq server yana qo'shdik yoniga, klientga bildirmaslik uchun. Lekin kuniga har bir konteyner kamida 6 martadan o'chib yonyap turgandi va ko'proq bu o'sha klientda ko'p kiradigan vaqtiga to'g'ri kelyap turgan. Demak, bildimki, qanaqadir narsa qolib ketganmikin yoki DDoS bo'lyaptimikin degan narsa bo'lyapti. Chunki kechasi bo'lmayapti bu narsa. Load ichini ko'ryapman, bir vaqtlar juda ham load ko'payib ketgan, ko'p inson kirgan. Men qaradim, rostdan shundamikan, shu kimdir DDoS qildimikan. Keyin bundoq qarasam, boshqa kunlari ham shunaqa bo'lyapti. Okey, demak loaddan ekan, DDoSdan emas ekan degan narsa keldi. Chunki ora-orada bizda DDoS bo'lib qolardi va ana shu bir marta ko'paygani ham o'sha aksiya kuni edi. O'shandan keyin nimadir bo'ldimikan deb o'yladim. Yo'q, DDoS emas. Hop, keyin o'zim Linux ko'tarib turib Gmeter uстановка qildim, ya'ni Linux ustuli. Ana shunda DDoS tashadim. Lokalni run qildim. DDoS tashadim. Har xil joylarga tashab ko'rdim, har xil URLlarga tashab ko'rdim. Yo'q, o'chib qolmayapti. Yaxshi ishlayapti, lekin bu yoqda o'chyapti. Men nima qildim? Testoviyga ham tashab ko'rdim. U yerda ham deyarli o'zgarish bo'lmadi, hech narsa chiqmadi, lekin faqat productionda. Hop, keyin biz
konsultantchilar chaqirdik, biz uni o'rgandik, ichida logerlar qo'ydik, sotib oldik podpiskalarini. No chiqmadi, biz harakat qildik 2-3 ta konsultant bilan. No keyin yana o'zimga qoldi muammoni yechish. Keyin bir kuni o'sha umidlar so'ngan, qanaqa qilsa bo'ladi. Chunki orada уже 2 oyga yaqinlashyapti va bir kuni o'sha siqilgan vaqtlarimdan bittasida Feruz aka, bizdagi SEO master, aytdilar-ki, Ismoil, Google yuklab olganda dublikatlar bo'lib qolyapti. Qani beringchi dedim, ko'rdim, qarasam rostdan ham dublikat. Shu narsa demak key bo'lishi mumkin, shu ko'payib turgan joyiga ya'ni. Ana shu joyini ko'rdim, qarasam, nima bo'lganki, u joyda tepadan ya'ni funksiyani props orqali kirib kelgan, argument sifatida array kirib kelgan va u yerda pastda globalniy namespace'larimiz bilan biz server saytida translation bo'lgani uchun, ya'ni klientga to'g'ri tilni o'zi boradi. Shu tilni o'zi borgani bizga nima, o'sha SEO bo'yicha juda ham zo'r narsa bo'lgani uchun va yengil ishlagani uchun shunaqa qilgandik. Server saytida translation bo'ladi va tepadan kelib turgan narsani global namespace, ikkita namespace'imiz bor edi. Globalni ana shu namespace'ni bir-biriga qo'shish kerak edi va pastdagiga berib yuborish kerak edi translation funksiyasiga. Va bizda ana shu joyda AI, afsuski AI, ya'ni men ishonaman, buni qaysidir dasturchi qo'li bilan yozmagan. Men ko'rganman kim yozilgani. Ro'parasi ana shu bug chiqishidan 2 hafta oldin yozilgan ekan. Afsuski bug ertaroq chiqqan va ertaroq tuzatishga harakat qilishgan, ammo 2 haftadan keyin men xabar topgan ko'rinaman va men uni yaqinda chiqqan deb o'ylab 1 hafta oldinga va 2 haftaga yetib bormaganman commitlarimni revert yoki reset qilish bo'yicha. Shundan keyin shuni ko'rdim va buni oddiy concat-ga o'zgartirib qo'ydim. Shu concat-ga o'zgartirdim, ya'ni history'sini ko'rdim, oldin concat bo'lgan, ikkita array birlashtirish. Lekin men bunda AI o'zgartirgani bo'yicha tepadagi global namespace arrayni for each qilib tepadagiga push qilgan va tepadagi bu yoqqa qo'yilgan. Har kirganida ikkitadan push qilgan, yangi user kirganida yoki revalidate qilish kerak bo'lganida ikkitadan push qilgan va server saytida pushlar to'planib borgan va bizda klient ko'p kiradi. Deyarli 2 soatning ichida 50,000, ya'ni ko'rganlarimda 96,000 talab dublikat bo'lgan, ana shunaqa qo'shishlar paydo bo'lib ketgan. 1 soat, 2 soatda shunaqa bo'ldi. Men test qilganimda men unchalik ko'p user qo'shmaganman va asosan men test qilganimda bir marta caching qilib, bir xil URLdan kelgancha qaytaravergan ekan. Shunaqa bo'lgan. Lekin har xil user kirganida uni revalidate-larini o'rnatgan holatda productiondagi ma'lumot boshqa. Shuning uchun production boshqa, baribir test boshqa. Shu joyda yana bir bor amin bo'lganman. Umumiy muammo juda ham oddiy, lekin 2 oy men uxlamasdan daji ko'rib, qidirib chiqqanman, ish qilib turibdimi, ko'tarilib ketmayaptim, lekin bu mobaynida menga yaxshigina darslar bo'lgan. Ya'niki men o'shanda CPU ni qancha olishini, qaysi funksiya qanchalik darajada CPU ishlatish mumkin. Misol uchun bitta proyekt bor va unga millionlab odam kirsa, qanaqangi darajada CPU load tushadi va qanaqangi darajada tayyor turish kerak bu narsaga. Applicationni asosan bu yerda ma'lum bir, misol uchun internet magazin yoki qanaqadir globalni ishlaydigan informatsion veb-sayt bo'ladigan bo'lsa, buni 1 million odamga deb xolisona aytib bo'lmaydi, chunki buni ko'rish kerak bo'ladi. Chunki ana shunda bilganman, kodni misol uchun 1 million, misol uchun sizda 16 RAM bor, 16 GB RAM va aytaylik 4 ta core bor, 2 GHzlik va shunaqangi sosteniyadagi serverga 1 million odam load qiladigan qilib yozdingiz deylik. Lekin shunaqangi yozsa bo'ladi, 100 mingta odam kirsa ham o'chib qoladigan qilib kod yozsa bo'ladi. 50 mingta odam kirsa ham o'chib qoladigan kod yozsa bo'ladi. Shunaqangi kod yozsa bo'ladi. 2 million odam kirsa ham o'chib qolmaydi. Ya'ni ko'tarib beradigan qilib yozsa bo'ladi. 3 million, 4 million bu kodning sifatiga ham bog'liq. Shunaqa vaqtda kodni sifatli, qanchalik sifatsiz yozish mumkin, qanaqangi manage qilish kerak, shunaqa narsalarni anchagina o'zim uchun bilib olganman. 2 oy rostdan ham juda ham stressli vaqt. O'sha vaqt
ketvorsammikin deganman, lekin anchagina ishlab qo'ydim. Shu tajriba, yaxshigina tajribam bor edi. Eee, bu yo'nalish balki menga emasmikan degan nimalar bo'lgan. Yo'q, hozirda mana undan anchagina yillar o'tib ketdi, lekin eee, hozirda hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Xudoni bir buyurgani, bandani ming yugurganimi? Yo, bandani ming yugurgani, Xudoni bir buyurgani. Shunaqa ekan. O'sha Feruz aka aytib qo'yganlar, o'shandan keyin tez topganman. Bo'lmasa anchagina qidiradiganiga o'xshagandim o'sha vaqtda. Shunaqangi muammolar chiqqanda eng muhimi tashlab ketmaslik, harakat qilish va ma'lum bir vaqt orqaga bo'lmasa ham hech bo'lmasa turib berish o'sha vaqtda. Ana orqaga ketib, qilish emas, o'sha vaqtda turib berish, oldinga yura olmagan vaqtda ham bir joyda turishni o'zi ko'p narsani hal qilib qo'yar ekan. Shunaqa qilib, men tekshirgan o'sha dastur, men tekshirdim, umuman aloqasi yo'q bo'lgan pitch chiqarilgan, lekin AI ga bilishim bo'yicha surishtirishlar mobaynida AI ga ish buyurilgan va u AI haqqi yo'q bo'lsa ham boshqa funksiyani ichiga kirib kelgan. Va accept qilib yuborilgan. Accept ol qilingan. Chunki men ham kodni ichida ko'rdim. Bundoq ko'rganda memoryni oshirib olmasa kerak bu narsa deb o'ylagandim. Men ham birinchi mana shu oshiryaptimikan, nahotki shundan duplikat bo'lyaptimikan deb o'ylagandim, lekin shunaqa ekan. Shuning uchun hech bo'lmasa AI ga yozdirganda bir ko'zni ochiq bo'lsa ham qarab qo'yish kerak, nima yozdi ekan. Va nima deymiz? AI tool shunchaki atomga o'xshagan narsa. Uni ishlatsa yaxshi ishlatish mumkin va yomonlikka ishlatish mumkin. Muhimi ishlatishdan to'xtamaslik kerak. Rahmat, salomat bo'ling.